Aka ukalar, hammaga assalomu alaykum. Xullas kalom, va'da qo'ldan kelgancha men sizlarga o'sha eslaringizga bitta qop-qora videoda qora bayir qo'yganman. Katta bolalarning mashinasi qora Gentra qo'yganman. Bitta obzor qilaman. Oxirida yili va narxi yurgan probegi va данный momentdagi состояниесini, holatini aytib o'taman. Siz ungacha подписка bo'lib qo'ying. Shunga o'xshagan ideal mashina qizib o'rmaslik uchun. Qani ketdik. Assalomu alaykum ukalar. Mashinamiz yili 2023, rangi qop-qora ko'rib turganlaringizda qora bayir. Ideal holat, состояниесі zo'r. Diskachalar mavjud. Orqa tonirovka mavjud. Salon qismiga keladigan bo'lsak, ideal holat turibdi. Mazza ko'pini qarang. Zo'r turibdi. Probeg qiladigan bo'lsak, probeg atiga 37 ming yurgan. Abagirevchalar ham mavjud, barlar bor. Chexol polikda yangi to'qilgan ekan. Zo'r holat turibdi. Mashinani faqat olib minish kerak. Xullas kalom aka ukalar, bu mashinani olib mazza qilib minishlaring uchun men sizlarga aynan mana shu mashinani tavsiya qilib qolaman. Holati a'lo, ko'rib turganlaringiz, kraskasi top toza. Faqat oldi qismida, oldi kriloda, mana hozir ko'rsataman videoda ham. Ayni mana shu joyida bitta vakuumlik joyi bor ekan. Bo'ldi. Qolgan joyda hech qanaqa aybi yo'q. Mashina kraskasi 100% top toza, shu vakuumni inobatga olmagan holda. Xullas kalom aka ukalar, mashinaning yili 2023-yil, yurgan probegi 37 ming yurgan. Narxi keladigan bo'lsak, narxi $10.500. Agar siz aynan Instagramdan keldim desangiz, sizga sunnatiga o'tib beriladigan joyi bor. Past nomerda qoldiraman, aloqaga chiqinglar, bizdan uzoqlashmang va podpiskani bosib qo'ying, yurakchani qizartirib qo'ying. Ketdik.